Ana endi oq mashina haqida gaplashamiz, akalar. Mashina kirib keldi. O'tgan safar ham aytgandim. Agar siz mashinangizni samoykada yo'yayotgan bo'lsangiz, videomizni oxirigacha ko'rishlikni tavsiya qilaman. Xo'p, mashinani kapot qismi issiq. Sababi kunlar issiq qoldi, bilasizlar, va motordan chiqadigan issiqlik bilan tepadan beriladigan issiqlik kapotni 2 barobar qizdiradi. Qizdirgandan keyin mana bu kakashkalar nima bo'ladi, bilasizlarmi? Lak qismiga zarar beradi, yopishib qoladi. O'shaning uchun mana bu narsalarni vaqtida tozalash kerak. Ana endi moykaga qaytamiz. Mashina moykaga kirib kelgandan keyin nima qilish kerak? Bilasizlarmi? Oldin yozda, qishli kunida aytgandim. Birinchi pena urish kerak degandim. Ana endi yozda kuniga mumkin emas birinchi pena. Birinchi navbatda mashinani qaraylik, sovishini kutish kerak. Sovishini kutguncha mashinaning ichini produkta qilinadi. Ya'ni vazdushni havo o'rilib, tepalar changlari hammasi tashqariga haydalib chiqilish kerak. Haydalib chiqqunicha mashina yaxshigina yaxlaydi. Yana ham yaxlatish uchun mashinaning eshiklarini yopib, karter uriladi. Suv, ya'ni karter bilan sepilib, yaxshilab kuzovlarni yaxlatib, ana undan keyin pena uriladi. Aytgancha, mashina moykaga kirgan vaqtda birinchi diskaga, ya'ni oporniga hech qachon suv urib qo'ymang. Oporni zararlanadi. O'shaning uchun birinchi polni karter urilib, ana undan keyin bez kontakt shampun, nano shampun keyin xohlaganingizcha yuvish mumkin. Agar siz samoykada yuvadigan bo'lsangiz, shu ishni aniq qiling. Agar tanishingizga yuborib qo'ying. Mana storiesga qo'yiladi bu video. Storiesga qo'yib qo'ysangiz ham kimgadir yordamingiz tegib qoladi, tanishingizga ayniqsa.